Navbatdagi SMSlar. Assalomu alaykum Tursunoy opa. Xalqimizni tinchligi va osoyishtaligi yo'lida xizmat qilayotgan kasb egalarini turmush o'rtoqlariga, ya'ni ayollariga ham nasihat qilib o'tsangiz. Ular ham bizning kasbimizga e'tibor bilan o'z vazifalarini bajarishsa degan. Bu shu organda ishlaydigan odamlarni, maxsus xizmatda ishlaydigan odamlarni yuraklari ko'proq qilar ekan Baludaxon. Yaqinda bir idoraga atay shu idorada ishlaydiganlarni xotinlarini to'plab berishdi. O'sha xotinlarga sabr va qanoat, insof, masalan shukr, o'zini to'xtatish kerak ekanligini o'qitirgani bordimda astoydil. Chunki ularni xizmat safari bo'lar ekan. Hatto oylab xizmat safarida bo'lishi mumkin. 3 oylab, 2 oylab, 1 oylab ayollari beqanoatlik qilar ekan, telefonlarda beqanoatlik qilar ekan, idoralariga kelar ekan. Men bo'lsa paligi ayollarga bittadan qarab chiqsam, oyday ayollar. Hammasi o'qigan, hunarlik, uyda o'tirsa ham shu asl zotlik ayollarligi ko'rinib turibdi-da. Men nahot shunaqa tentaklik sizlarning qo'lingizdan keladi-ya degim keladi-da endi. Masalan, aniq ishlik eri bo'lsa, undan farzandlari bo'lsa, erlarining haligi kiyimlari, qomatlariga qomat qo'shib bir chiroyli bo'lib turgan bo'lsa, boshingda ering bor, ro'zg'oring bor, topish qozoni qaynab turgan bo'lsa, oyligi hammani oyligidan baland bo'lsa, ularni erlarini ishi og'ir bo'lgani uchun oyligi yaxshi bo'lar ekan. Yaxshi oyliklar olib tursa, tavba, tavba. Sen bunaqada hech gapmas jondan to'ydiraversang, jonidan to'ydiraversang, chidaydi ham bular juda erta pensiyaga chiqar ekan bu yigitlar. Vohli chiqar ekan. Shu 35-40 daylar ularni shunaqa rasmiy nimasi bo'lar ekan. Formasini kiyib turganda chidab turishi mumkin. Formasi bilan qo'shib o'zingni ham irg'itib yorsan, nima qilasan? Mana bizga tushayotgan xat-xabarlarni ko'rib turibsan-a? Qanday erlar bor dunyoda? Qanday ro'zg'orlar bor dunyoda? Mana hozir aytib turibdi, bolam bo'lsa qaniydi deb turibdi. Seni etaging to'la bola tursa, tayinlik erga burningni jiyiryapsanmi? Nima uchun? Nima uchun ko'chadagi anov nimas, manov nimas, hech kim nimasda peshonangga bitilgan, pasportingga yozilgan, nomai a'molingga ismi qo'yilgan, halol nikoh o'qilgan juftingni xayolan unaqamikin, bunaqamikin deb iflos nomlar bilan atab chaqirishga, xayol surishga qanday haqqing bor? O'zing bulg'ayapsan-ku o'zingni, shunday pokiza molingni. Va yengilroq yigit bo'lsa yoki asabi charchab qolgan bo'lsa, ularning ishi tarang bilasan. Bu odamlarchi faqat jinoyatchilar bilan ishlaydi. Faqat jamiyatni tozalash bilan ovora, mikroblarni quvlash bilan ovora. Bu yomonlik bilan yuzma-yuz ishlaydi doimda. Ularni asabi eng charchagan bo'ladi. Asabi ko'tarolmay qolib ham boray deyorsa-chi o'zingni. Agar shu kerak bo'lsa, qilaver janjalni. Qilaver. Mana hozir aytibdi-yu bitta qiz. Men bilmabman, men devona, men chatoq, men esi yo'q, ota-onam menga aql bo'lmabdi. Ketaman desam olib ketaveribdi meni, deb mana hozir bittasi yig'lab turibdi. Xo'p, sen nima deb yig'larkinsan?